Nasıl yani Şvet skuvozlar? Mana aka. So'rovdan chiqadi. Toza qilib Şvet farodan. Che sutdan boshqa bor yeriniga qo'yilib bor. Juda sifati go'zal. Ikkalasi bitta qo'ri ekan, dehqondan olingan. Bunisi 7 oylik xonajimcha, hurmatli obunachilar. Hop. Bunisi Bo'g'ni kalini ko'tar. 1 yasharlik, 1 oy, 10 kun bo'lganiga, bunisi 1 yasharlik xonajim. Narxi O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida 23 million so'mdan aytilyapti. Yana kami bor, xayri bor, hurmatli obunachilar. Sifatli gap bo'lishi mumkin emas. Toza Qirg'iziston Shvet farodagilar. Dehqon o'zi yangi